Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har birimizga tegishli, har bir fuqaroning hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar e'tiborsiz qoldirsak, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishimiz hech gap emas. Shuning uchun hozir, aynan shu daqiqada videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi mumkin va shu orqali ko'plab insonlar kutilmagan jarimalardan o'zlarini himoya qila olishadi. Asosiy muammo shundaki, 1-maydan boshlab mamlakatimizda bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Bu esa ayrim qoidabuzarliklar uchun jarimalarning sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Agar ilgari ba'zi qoidabuzarliklarga nisbatan yengilroq chora ko'rilgan bo'lsa yoki hatto e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, endi vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat qonunchilikni takomillashtirish, iqtisodiyotni shaffoflashtirish va fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida ayniqsa ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishga qaror qildi. Bu o'zgarishlar faqat ayrim sohalarda emas, balki kundalik hayotimizning turli jabhalarida namoyon bo'lmoqda. Masalan, tadbirkorlik faoliyatini yuritish, kommunal xizmatlardan foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish kabi yo'nalishlarda yangi va qat'iyroq qoidalar joriy etildi. Bu degani, endi kichik bir xatolik ham katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizlarga aynan qaysi sohalarda o'zgarishlar yuz berganini, kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini va qanday qilib bu jarimalardan qochish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, eng dolzarb va ko'pchilikni tashvishga solishi mumkin bo'lgan 3 ta asosiy yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Birinchi va juda muhim o'zgarish bu tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish va uning hisobini yuritish bilan bog'liq. Bilamizki, oxirgi yillarda internet orqali savdo-sotiq qilish, xizmat ko'rsatish juda ommalashdi. Ko'pchilik uyda o'tirib o'zining hunarmandchilik mahsulotlarini, pishiriqlarini yoki boshqa tovarlarini ijtimoiy tarmoqlar, Telegram kanallar orqali sotmoqda. Ilgari bunday kichik miqyosdagi faoliyatga nisbatan talablar unchalik qat'iy emas edi. Ko'pchilik bu uchun alohida ro'yxatdan o'tishni shart deb bilmasdi. Biroq 1-maydan boshlab vaziyat keskin o'zgardi. Endi davlat bunday faoliyatni ham nazoratga olishni va qonuniy doirada olib borishni talab qilmoqda. Misol tariqasida Farangiz ismli bir ayolimizni olaylik. U bir necha yildan beri uyida turli xil pishiriqlar tayyorlab, ularni Instagram va Telegram orqali mijozlariga sota boshladi. Dastlab kichik miqdorda sotgan, keyinchalik mijozlari ko'payib, har oy o'rtacha 5-7 million so'm daromad topishni boshlagan. Farangiz buni o'zining shaxsiy ishi deb hisoblab, hech qanday ro'yxatdan o'tmagan. Uning fikricha, bu shunchaki uy bekasi uchun qo'shimcha daromad edi. Soliq to'lash yoki tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uning xayoliga ham kelmagan. Biroq 1-maydan boshlab kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, Farangiz kabi shaxslar agar ularning faoliyati muntazam va daromad keltiruvchi tusga ega bo'lsa, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishlari yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritishlari shart. Aks holda bu faoliyat noqonuniy hisoblanadi. Yangilik shuki, soliq organlari endi bank hisob raqamlari, elektron to'lov tizimlari va hatto ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatni tahlil qila oladigan tizimlarni joriy etgan. Agar Farangizda hisobiga muntazam ravishda turli shaxslardan pul tushumlari kelib tursa va uning reklama e'lonlari ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lsa, bu uning tadbirkorlik faoliyatini yuritayotganligidan dalolat beradi. Agar Farangiz 1-marta aniqlansa, unga nisbatan ma'muriy jarima qo'llaniladi. Bu minimal ish haqqi miqdorining 5 dan 10 barobargacha bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda 1.700.000 so'mdan 3.400.000 so'mgacha. Agar u 2-marta ham ushbu qoidabuzarlikni takrorlasa, jarima miqdori 2 barobar oshishi bilan birga uning ishlab chiqargan mahsulotlari ham musodara qilinishi mumkin. Bu Farangiz uchun juda katta yo'qotish bo'ladi. Kim xavotirlanish kerak? Barcha o'zini o'zi band qilgan holda muntazam daromad topayotgan, ammo davlat ro'yxatidan o'tmagan shaxslar. Bu sartaroshlar, kosmetologlar, repetitorlar, avtomobil ta'mirlovchilar, kichik hunarmandlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo qiluvchilar, kuryerlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi kerak?
Agar siz biror narsani bir martalik sotgan bo'lsangiz, masalan, eski narsangizni e'lon sayti orqali sotdingiz yoki do'stingizdan qarz olib qaytargan bo'lsangiz, bu tadbirkorlik faoliyati hisoblanmaydi. Oddiy ish haqi yoki pensiya oluvchilar, shuningdek davlat ishida ishlaydigan va qo'shimcha daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun bu qoida taalluqli emas. Asosiysi, daromad muntazamlik kasb etmasligi va tadbirkorlik alomatlariga ega bo'lmasligi kerak. Ikkinchi katta o'zgarish bu kommunal xizmatlardan foydalanish, ayniqsa elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'moliga oid qoidalar bilan bog'liq. Hukumat resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash va o'g'riliklarning oldini olish maqsadida nazoratni kuchaytirdi. 1-maydan boshlab, ayniqsa hisoblagichlarga ruxsatsiz aralashish, elektr yoki gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish uchun jarimalar miqdori keskin oshirildi. Misol uchun, Qodir aka o'z uyida eski elektr hisoblagichiga ega edi. Qandaydir ustalar unga hisoblagichga magnit qo'yish orqali elektr energiya sarfini kamaytirish mumkinligini taklif qilishdi. Qodir aka bir muddat shu usuldan foydalangan. Uning hisobicha bu orqali oyiga 100-150 ming so'm atrofida pulni tejagan. Lekin 1-maydan keyin energetika inspektorlari muntazam reydlarni kuchaytirdi. Maxsus jihozlar yordamida hisoblagichga tashqi aralashuv bo'lganini osongina aniqlash mumkin. Qodir akaning uyiga kelgan inspektorlar uning hisoblagichida magnit izlarini topishdi. Ilgari bunday holatda jarima miqdori ancha past bo'lishi yoki ayrim hollarda ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin edi. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra Qodir akaga nafaqat katta miqdordagi jarima, balki o'tkazib yuborilgan, ya'ni hisoblagichsiz ishlatilgan elektr energiya uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Bu qayta hisob-kitob esa ba'zan so'nggi 6 oy yoki 1 yildagi eng yuqori iste'mol ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblanadi va jarima bilan birga umumiy summa juda katta miqdorni tashkil etishi mumkin. Hatto 10-20 million so'mdan oshib ketishi ham ehtimoldan xoli emas. Qolaversa, bunday holatlarda agar zarar miqdori juda katta bo'lsa, hatto jinoiy javobgarlikka tortish ham mumkin. Yana bir holat. Dilshod ismli yigit o'z uyida gaz pechini almashtirib, yangisini o'rnatdi. Lekin bu haqda gaz ta'minoti idorasiga xabar bermadi va hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tkazmadi. O'rnatish jarayonida esa gaz quvuriga ruxsatsiz ulanish amalga oshirildi. Bir necha oydan keyin tekshiruvlar paytida bu holat aniqlandi. 1-maydan boshlab bunday ruxsatsiz ulanishlar uchun jarimalar ham keskin oshirildi. Dilshodga minimal ish haqi miqdorining 10dan 20 barobarigacha jarima solinishi mumkin. Ya'ni 3.400.000 so'mdan 6.800.000 so'mgacha. Bundan tashqari noqonuniy ulanish oqibatida yetkazilgan zararlar ham qoplanishi talab etiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Hisoblagichlarga ruxsatsiz aralashgan, kommunal xizmatlar tarmoqlariga noqonuniy ulangan yoki hisoblagichlarning muddati o'tgan, lekin ularni o'z vaqtida almashtirmagan yoki tekshirtirmagan fuqarolar. Shuningdek, uyiga biron bir qo'shimcha isitish moslamasi yoki gaz jihozini ruxsatsiz o'rnatganda ham diqqatli bo'lishlari kerak. Kim xavotirlanmasligi kerak? Kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiradigan, hisoblagichlarni muntazam ravishda tekshirtirib turadigan va hech qanday noqonuniy ulanishlarga yo'l qo'ymaydigan fuqarolar. 3-katta yo'nalish bu atrof muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq qoidalar. Oxirgi yillarda davlat ekologik vaziyatni yaxshilashga katta e'tibor bermoqda. Havoning ifloslanishi, chiqindilarni noto'g'ri joylarga tashlash kabi muammolar dolzarb bo'lib qolmoqda. 1-maydan boshlab bu sohadagi qoidabuzarliklar uchun jarimalar ham sezilarli darajada oshirildi. Misol tariqasida Jahongir akamizni olaylik. U uyida ta'mirlash ishlarini amalga oshirgandan so'ng qurilish chiqindilarini yashirincha qishloq chetidagi daraxtzorga tashlab ketishga qaror qildi. Ilgari bunday holatga ko'pincha ogohlantirish yoki nisbatan kichikroq jarima bilan qaralgan bo'lishi mumkin edi. Endi esa 1-maydan kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra qurilish chiqindilarini belgilangan joylardan tashqari joylarga tashlash uchun jarimalar miqdori bir necha barobarga oshirildi. Jahongir akaga minimal ish haqi miqdorining 5 dan 10 barobarigacha jarima solinishi mumkin. Ya'ni 1.700.000 so'mdan 3.400.000 so'mgacha. Va eng yomoni, u o'zi tashlagan chiqindilarni o'z hisobidan yig'ishtirib olishga majbur bo'ladi. Agar u o'z vaqtida yig'ishtirib olmasa, qo'shimcha jarima va sud orqali undirish choralari ko'rilishi mumkin. Yana bir misol. Dilfuza opa hovlisidagi quruq barglar va mayda chiqindilarni yoqib yuborishni odat qilgan edi. Uning fikricha, bu barglarni yoqishdan ko'ra osonroq yo'q qilish usuli yo'q edi.
Ammo tutunning atrofdagi havo ifloslanishiga sabab bo'lishi va qo'shnilarning shikoyatlari hisobga olingan holda yangi qonunlarda bunday harakatlarga nisbatan ham jarimalar oshirildi. Endi Dilfuza opaga minimal ish haqi miqdorining 3 dan 5 barobarigacha, ya'ni 1,20,000 so'mdan 1,700,000 so'mgacha jarima solinishi mumkin. Chunki bunday harakatlar atmosferaga zararli moddalar chiqaradi va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kim xavotirlanishi kerak? Uy chiqindilarini, ayniqsa qurilish chiqindilarini yoki boshqa turdagi maishiy chiqindilarni belgilangan joylardan tashqari joylarga tashlaydiganlar. Shuningdek, hovlisida yoki ochiq maydonlarda barglarni, chiqindilarni yoqib yuboradiganlar ham xavf ostida. Atrof muhitni ifloslantiruvchi har qanday harakat jiddiy jarimalarga sabab bo'ladi. Kim xavotirlanmasligi kerak? Chiqindilarni belgilangan joylarga tashlaydigan, chiqindi qutilaridan foydalanadigan va hovlisida yoki boshqa joylarda chiqindi yoqish amaliyotini qilmaydigan fuqarolar. Qoidadan istisnolar, noaniq jihatlar va yashirin tuzoqlar. Hamma qoidaning ham o'z istisnolari bor. Keling, ba'zi noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Ular sizni kutilmagan vaziyatlardan qutqarishi mumkin. Tadbirkorlik faoliyati bo'yicha istisnolar. Yuqorida aytganimizdek, bir martalik yoki tasodifiy savdolar, masalan, eski kiyimlarni oliq-uz orqali sotish yoki shaxsiy ehtiyoj uchun xizmat ko'rsatish, masalan, qo'shniga kompyuterni bir martalik ta'mirlab berish, odatda tadbirkorlik hisoblanmaydi. Muhimi, muntazamlik va daromad olish maqsadi. Agar siz o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatda o'tgan bo'lsangiz, lekin shartnomangizda ko'rsatilgan faoliyat turidan tashqarida boshqa faoliyatni ham olib bormoqchi bo'lsangiz, uning ham ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling. Bank kartangizga do'stlaringiz yoki qarindoshlaringizdan tez-tez katta miqdorda pul o'tkazmalari kelsa, soliq organlari buni tadbirkorlik daromadi sifatida baholashi mumkin. Agar pul o'tkazmalari doimiy ravishda kelib tursa va ular sovg'a yoki qarz deb izohlanmagan bo'lsa, sizdan buning sababini so'rashlari mumkin. Eng yaxshi usul barcha moliyaviy o'tkazmalarning shaxsiy ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lish. Masalan, qarz oldi-berdi shartnomalari. Kommunal xizmatlar bo'yicha istisnolar. Agar sizning hisoblagichingizda nosozlik yuz bergan bo'lsa, lekin siz bu haqda o'z vaqtida tegishli xizmatga xabar bergan bo'lsangiz, sizga jarima solinmaydi. Muhimi, xabardor qilish va yozma murojaat qoldirish. Agar hisoblagichingizni tekshirish muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, uni o'z vaqtida tekshirtirishingiz kerak. Noaniq jihatlar. Ba'zan xonadon sotib olayotganda yoki ijaraga olayotganda avvalgi egasi yoki ijarachining noqonuniy ulanishlari sizga muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun uy-joyni qabul qilib olayotganda barcha kommunal xizmatlarning holatini, hisoblagichlarning sozligini va mavjud bo'lmagan qarzlar yo'qligini tekshirib oling. Shuningdek, hisoblagichlarda plombalarning butunligiga e'tibor bering. Agar ulamalar shikastlangan bo'lsa, darhol tegishli xizmatga murojaat qiling. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha istisnolar. Qishloq xo'jaligi maqsadlarida yerdagi begona o'tlarni yoqish, agar bu nazorat ostida va belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshirilsa, jarimaga tortilmasligi mumkin. Biroq shahar va aholi punktlarida, ayniqsa turar joylarga yaqin joyda barglarni yoki boshqa chiqindilarni yoqish qat'iyan taqiqlanadi. Yashirin tuzoqlar. Ba'zi qurilish tashkilotlari yoki shaxslar chiqindilarni olib ketish uchun arzon xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. Ammo ular chiqindilarni belgilangan poligonlarga emas, balki yaqin atrofdagi tashlandiq joylarga tashlab ketishlari mumkin. Agar bu aniqlansa, chiqindilar egasi siz ham javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shuning uchun chiqindilarni olib ketish xizmatidan foydalanganda, ular qonuniy faoliyat olib borayotganiga va chiqindilarni belgilangan joylarga tashlashiga ishonch hosil qiling. Buni tasdiqlovchi hujjat, cheklar, shartnoma talab qiling. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Endi eng muhimiga o'tamiz. Bu jarimalardan qanday qochish mumkin? Quyida siz uchun aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Agar siz muntazam daromad topayotgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Darhol o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon juda oddiy va soliq mobil ilovasi orqali yoki Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti orqali onlayn tarzda amalga oshiriladi. Shuningdek, banklarning mobil ilovalari orqali ham ro'yxatdan o'tish imkoniyati mavjud. Qayerga borish kerak? Hech qayerga borish shart emas. Buni uydan turib amalga oshirish mumkin. Agar internetdan foydalanishda qiynalsangiz, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga yordam berishadi. Qanday hujjatlar kerak?
Faqat pasportingiz ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishda siz qanday faoliyat turi bilan shug'ullanmoqchi ekanligingizni ko'rsatasiz. Masalan, pishiriqchilik, sartaroshlik, repetitorlik va hokazo. Nima yozish kerak? Arizani onlayn to'ldirasiz. Unda o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni va faoliyat turini ko'rsatasiz. Jarayon tez va sodda. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliq stavkalari juda past va imtiyozlar mavjud. Kommunal xizmatlar bilan bog'liq muammolarning oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchidan, barcha hisoblagichlaringiz elektr, gaz, suv soz holatda ekanligiga va ularning tekshiruv muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. Hisoblagichlarning plombalariga e'tibor bering. Ular shikastlanmagan bo'lishi kerak. Agar shikastlangan bo'lsa, darhol tegishli xizmatga murojaat qiling. Hech qachon hisoblagichlarga ruxsatsiz aralashmang yoki ularni aylanib o'tishga urinmang. Uyga yangi gaz yoki elektr jihozlarini, masalan, isitish qozoni, suv isitgich o'rnatganingizda bu haqda tegishli tashkilotga xabar bering va ularni qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tkazing. Qayerga borish kerak? Hududiy elektr tarmoqlari AJ, hudud gaz ta'minot AJ, suv ta'minot AJning mahalliy bo'limlariga yoki ularning tumanlardagi filiallariga. Ko'pchilik xizmatlar uchun endi onlayn murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, uy-joy kadastr hujjati, hisoblagichning texnik pasporti agar mavjud bo'lsa. Nima yozish kerak? Arizangizda hisoblagichning holati, ta'mirlash zarurati yoki yangi jihozni ro'yxatdan o'tkazish haqida aniq va tushunarli ma'lumotlarni ko'rsating. Murojaatingizni yozma ravishda 2 nusxada qoldiring va bir nusxasiga kiruvchi raqam bilan muhr bostirib oling. Bu keyinchalik muammo yuzaga kelganda sizning xabar berganingizni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 3. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha qoidalarga rioya qilish uchun nima qilish kerak? Barcha maishiy chiqindilarni faqat belgilangan joylarga, maxsus qutilarga tashlang. Qurilish chiqindilarini yig'ish va olib ketish uchun litsenziyaga ega bo'lgan tashkilotlar xizmatidan foydalaning. Ulardan xizmat ko'rsatilganligi haqida kvitansiya yoki shartnoma talab qiling. Hovlingizda, ko'chalarda yoki boshqa ochiq maydonlarda barglar, chiqindilar va boshqa narsalarni yoqmang. Bu havo ifloslanishiga va jarimaga sabab bo'ladi. Daraxtlarni ruxsatsiz kesmang, gullarni uzmang, tabiatga ziyon yetkazmang. Qayerga borish kerak? Qurilish chiqindilarini olib ketish uchun mahalliy obodonlashtirish bo'limiga yoki xususiy chiqindi tashuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Maishiy chiqindilar uchun esa hududingizdagi maxsus chiqindi yig'ish punktlaridan foydalaning. Qanday hujjatlar kerak? Qurilish chiqindilari bo'yicha shartnoma yoki kvitansiya. Nima yozish kerak? Chiqindilarni olib ketish bo'yicha shartnomada xizmatning turi, hajmi va narxi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda 1-maydan boshlab joriy qilingan va jarimalarning sezilarli darajada oshishiga olib kelgan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu o'zgarishlar hammamizga tegishli va e'tiborsiz qoldirish jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirishdan tortib, kommunal xizmatlardan to'g'ri foydalanishgacha, atrof muhitni muhofaza qilishgacha bo'lgan masalalar bugungi kunda har qachongidan ham dolzarb. Asosiysi, bu yangiliklardan xabardor bo'lish va qonunlarga to'liq rioya qilish. Agar qoidalarga rioya qilsak, hech qanday jarimadan qo'rqmasak ham bo'ladi. Davlat bu o'zgarishlarni bejizga kiritmadi. Ularning maqsadi mamlakatda tartib o'rnatish, iqtisodiyotni shaffoflashtirish va barcha fuqarolar uchun qulay, adolatli muhit yaratishdir. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'zingizni va oilangizni kutilmagan jarimalardan himoya qilish uchun bugundan boshlab harakat qiling. Sizningcha, bu yangi qonunlar qanchalik adolatli? Ular sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir fikrni o'qib chiqamiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, to'kim ular ham bu muhim ma'lumotdan bexabar qolmasinlar. Va albatta, kanalimizga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.